ko'p harakatlanganda, yurgandagi og'riqlardi. Ko'p yerlarda davolangan, fizioprotseduralarni olgan, konservativ lecheniyalarni olgan, lekin yetarli darajada kerakli natijani olib bilmagan. Ko'p yursa, o'sha bitlasa yaxshi, lekin ag'riydi ya, do'kkalab, ag'riydan u. Bel sohasidan og'riq kelmaymi? Yo'q. Yalla yaxshi, mesela şu şuradan Qaysi holatlarda og'riydi? Yurganingizda yoki yurganingizga qaramay yotganingizdan, turganingizdan postalni og'riq bormi? yok yok şu yürüyende ko'p ayak üstünde dursa. Burada kulit bor. Radikulit. Ha, u qachon shamollaganda jo'l ag'riydi. Shu vaqtda oyoqqa berami? Yo'q. Bermaydi oyoqqa. Azimi deyin, bosib Shundan boshlaydan, temperatdan shundan boshlaydan. Shundan boshlaydan. Boshlaydan. Hozir biz anatomik kartinaga giradigan bo'lsak, ne og'riq shu yerda bo'ladigan bo'lsa, примерно 52-53 larda shunday na Korsakoviy sindrom bilan keladi, ibelada og'riq beradi. Shuning uchun biz shu zonalara igloterapiya qo'yishimiz kerak. Shunda og'riqni qoldiramiz. O'qilda yozib beriladi, ostri proses vaqtini bartaraf etish uchun igloterapiya qo'llaymiz. Igloterapiyani qo'llananda faqat igna emas, maxsus to'shqalar bilan igna qo'yib, shular to'qilanadi. Tok, igna, besh sulodan o'tadi. Teri qatlami, mushak, yog' qatlami, fasya, muskullar hammasidan o'tib turib vibratsiya berib, ana shuni og'riq retseptorlarini bloklab beradi sizga.